Bismillah, xudo xolasa do'stlar. Mana Jaloliddin usta akamiz katyolimizni birinchi yoqishi, ha, xudo xolasa. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin, bularning ham qo'llari dard ko'rmasin. Elda xizmatida aynan qilib katyollarni tushirib berib yuraversin. Ustalarimizni bugun oxirgi kuni, xudo xolasa bugun katyolimizni ishga tushirib, yoqib ko'rsatmoqchi. Hozir esa biz Cherdakka, ya'ni tomga chiqdik. O'sha padachani qanaqa liniyalarni olib ketyapti, o'zlaring ko'rib baho beringlar. Ishlariga umuman gap so'z yo'q. Juda ham Qadratga ketgan xarajatimiz jami 7000 so'm xarajat qildik. Katyolimiz to boshlab bitirguncha do'stlar. Mana. Endi mana solgan narsamizni bitta ko'rsating, a? Mana shu narsani soluvdik, a? 2 kichkina soldik. 1 so'mga. Ikkita uchta o'tin ustiga. Endi gradusni ko'rsating aka. Gradus misol 70 ga tushdi. Aha. O'zi 85 ga chiqib ketdi, datchigimiz ham o'chdi-da. Endi hozir menga endi bu yerda umuman deyarli svet o'chib qolsa, nima kerak emas-da. Yo'q. Nima deydi? UPS. Yo'q. Masalan, bu mana kovlanganlarni o'zlaring ko'rib baho beringlar. Uqlum bo'lib kelgan bu tarafga. Uyimizga endi ahamiyat bermaysizlar. Buni nasib qilsa bir amallab o'zini holatiga kiygizib olamiz. Telefon nomeringizni aytib o'ting endi. Aka 95lik. Boshlaymiz, tez obzor qilamiz. Sizlar esa videoni oxirigacha kuzatib borib, bittadan like tugmasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlab podishka qilib turaverasizlar. Qani unda biz boshladik. Xo'p. Do'stlar, o'zimizda uyimiz. Endi bu uyda ko'p obzor qilganmiz. Ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bo'lsa, nima o'zgarish bo'ldi degan do'stlarimiz uchun yana uy mavzusiga qaytdik. Xo'p. O'zgarishlar, so'killarimiz bo'lgan, zinalarimiz bo'lgan. O'sha kafel granit mramorlardan aralashtirib assortiment qilganmiz va yana mana bu tarafda patologlarimiz, tunokafonlarimiz bo'lgan. Buni ham qisqacha videolarni qo'yganmiz. To'liq obzor qilmaganmiz, qo'yganmiz. Ko'rganlar bo'lsa. Xo'p. Gazonlarimiz mana xudo xolasa yaxshi amal og'izib oldik. Bunda ham ancha qiyinchilik bo'ldi. Buni ham gazonda ham addenni bir video qilgandik. Hozir endi bu yerda ko'rsatadigan video obzorimiz sizlar uchun eng muhimi hovlimizga, ya'ni uylarimizni ichiga qish kelyapti. Hozir o'sha 2025-yil oktyabrda 23-sanasida turibmiz. Xo'p, uyni qilayotganda xatolik bo'lganki, ya'ni o'sha isitishni o'ylamaganmiz. Ana shu narsa hozirgacha bizda muammo bo'lyapti. Endi bu uchun biz nima qilyapmiz? Katyol qilyapmiz. Uyimizni ichini isitish uchun katyol qo'yyapmiz do'stlar. Ana shu katyolda necha pulgacha hammasini nima deydi? Iynasidan ipigacha aytib o'taman deydimi? Ana shunday hammasini sizlarga batafsil to'liq tushuntirib o'taman. Katyol qilmoqchi bo'lgan akalarimiz mana shu videoni ko'rishini tavsiya qilaman. Bemalol ko'rib, qancha rasxod qilyapti, nima bo'lyapti, hammasini o'zlaring chiqarib olsalaring bo'laveradi. Chunki men o'zim uyimga mana katyol qilgizdiryapman. O'sha endi bugun 2-kun, kecha yarim kun ishlagan. Bugun mana to'liq ertalabdan boshlashdi. Batareyalarimiz O'zbekistondagi 120 likdan xo'p, 5 dona oldik. Keyin bitta 2 metrlik oldik. Bitta 50 lik olibmiz. Bo'yi bariniki 50. Mana shu hozir 120 do'stlar. Xo'p, bu turbalarimiz, izolyatsiyalarimiz hammasi kelgan. Hozir katyolimiz ham kelyapti. Uni ham to'liq obzor qilamiz. Ustalarimiz xudo xolasa yaxshi ishlashyapti. Endi maslahatim, kim uy qilmoqchi bo'lsa, qilayotgan bo'lsa, albatta yo to'pli pol qilib keting yoki bir qulayligini qilib keting. Chunki mana biz o'sha narsani qilmaganmiz. Uyimiz remontdan chiqqanida ponni ana shu uyimiz boshqatdan buzilib qilinyapti. Mana o'zlaring ko'rib uyga achinasizlar.
ko'ryapsizlar. Laminatlar ponni bo'lgan edi. Laminatlar oldik. Imkon qadar ehtiyot qilib buzib oldi. Endi iloji yo'q. Buni uyni, ya'ni devordan olib ketkim kelmadi. Mana yerdan, atabinani tagidan abratkani. Chunki eshiklarimiz mushit berar edi bizga. Tevadan padacha kelyapti. Mana 2 metrligimiz, atabinamiz batareyka, ya'ni bunisi esa 60, bari bo'yi 50. Buni O'zbekistondagi 10 yil garantiyalari bor. Mana aytishdi. Buni narxlarini to'liq aytib o'tamiz. Necha puldan oldik, necha pulga tushdi. Hamma o'sha bitishi bilan hammasini hisoblab, necha pulga tushganini sizlarga to'liq aytamiz. Xo'p. Shunda hozir bizda nechta xonamiz bo'lyapti? Bitta kuxnya bo'lyapti. Yerlarda ham teshib olib o'tgan. Bitta juda ko'p joy ochilmagan. Mana bu uyimiz 320 ga to'g'ridi kuxnyamiz. Bitta 120 lik qo'ydik. Xolos, yetadi, chunki gaz ham bor, bemalol isitadi. Endi eshiklarimizga achinmaysizlar, buni artib tozalab o'z holiga qaytaramiz, xudo xolasa. Mana kovlam olib ketishyapti. Bunisi endi uzunligi 720 shunaqa atrofida, bunaqasi esa 320. Shuning uchun bitta 2 metrlik qo'ydik, bitta 60 lik qo'ydik. Umumiy hisobda 260 lik qo'yildi. Bo'yi esa 50. Mana shu holatdagisi. Endi bu tarafga bitta zalimiz o'sha 2,5 ga 240 shunaqa atrofida, bunaqasi esa 3,5. Bitta 120 qo'ydik, betga ham. Bag'da o'sha hammomimiz. Bu tarafga ham mana shu yerga qo'ymoqchimiz. Bitta 1 metrlik. Bitta 1 metrlik qo'yamiz. Bu taraf endi spannimiz. Ikkitalik qo'ydik mana. 120 dan ikkita romimiz bor uchun ikkitalik qo'ydik. 5 metrga 320, adashmasam shunaqa hisoblagandik xonalarimizni. Xo'p. Ustakilarimiz mana o'sha batareyalarni ustanovka qilgan, tomlarni teshyapti, betlarni buzyapti. O'zlaridan ham albatta to'liq ma'lumot olamiz. Ustaka, hormanglar. Video olishni boshladim-da, Jaloliddin aka. Bitguncha jinday olaveramiz, bitgandan keyin to'liq hammasini o'zingiz tushuntirasiz, xudo xolasa. Ana shu ustakam, xudo xolasa, o'zimizni Beshariqdan kelib arzon, sifatli qilib beryapti. Ishlarni ko'rganmiz, hamma joyda chiroyli ishlarni bitirib yuribdi. Kimga kerak bo'lsa, ana shu ustakamning xizmatidan foydalanmoqchi bo'lsalaring, telefon nomerlarini qoldiramiz. Qilib beraveradi, xudo xolasa ustaka. Mana xudo xolasa kat yo'limiz endi bugun kelsa, kat yo'limiz 300 kvadratlik, lekin bizda 300 kvadrat joy yo'q. Bu tarafga ham bitta detskiy xonaga ham bitta qo'yilyapti 120 likdan. Xo'p, bunisi yaxshi hamki, pol bo'lganda oson bitardi ekan. Nimaga? Polni tagidan olib yuradi. Abratkani. Padacha bari tomdan tevadan tushib kelyapti, lekin devorni sirtidan, chunki abo'y bu bo'lgan, uni iloji yo'q. Darbit qilib devorni buzib qilishdi. Uy uchun ponni uyda ichini remontni buzib boshqatdan qilish kerak. O'shaning uchun unga xolamadik. Xo'p. Shunda bitta xona, ikkita, 3 ta, 4 ta, koridorimiz bilan 5 ta, ya'ni hammom bilan 6 ta. Batareyamiz bitta, ikkita, 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8 ta batareyka ketyapti. O'sha 120 lik, 2 metrlik, 1 metrlik, 60 lik hammasidan bo'lyapti. Endi keyin juda ko'pchilik aytadi, motor bilanmi, tok bilanmi deydi. Yo'q, uni ham to'liq tushuntiradi ustaning o'zi. Videoni oxirigacha kuzatib turinglar. Albatta, u samoxod qilyapmiz. Ya'ni o'zini o'zi aylantirib turadigan, sovuqlarda ham muzlamaydigan qilib, chiroyli qilib qilyapmiz. 4-kuni bugun, xudo xolasa do'stlar, ancha yakunlanib qoldi. Teshish, kovlashlarni hammasini tugatdi, endi faqat ulashlar boshlandi. Mana bu tarafda ustakamlar hammomga ham mana teshib
olib kelyapti montajini qilib. Xudo xolasa bugun erta tugatamiz, ha? Bugun kotelni yoqishga harakat qilyapmiz. Nima deysiz Jaloliddin aka? Inshaalloh. Mana batareyalarimizni qo'yib sekin ilib kelyapti. Xo'p. Endi ukloni ham zo'r bo'lgan, samoxod bo'layapti bu. Xudo xolasa ustakalarimiz qo'llari gulakan, ko'z tegmasin, chiroyli qilib qo'yib beryapti o'zlariniki-dek qilib. Mana kovlanganlarni o'zlaring ko'rib baho beringlar. Uklon bo'lib kelgan bu tarafga. Uyimizga endi ahamiyat bermaysizlar. Buni nasib qilsa bir amallab o'zini holatiga kiygizib olamiz. Chiroyli qilib ko'mib, laminatni boshqatdan terib, aboylarimiz bari mo'yishshi, bemalol artib, toza qilib olsa, o'zini holatiga kiygizsa bo'ladigan aboylardan. Patologlarimiz ham endi juda bitta 2 yil pechga yoqqanmiz. Nasib qilsa zo'r turibdi. Bundan keyin ham zo'r turadi. Va buni ham endi bir sidra artib, xudo xolasa chiroyli qilib o'zini holatiga kiygizdiramiz. Bu tarafda o'zimiz endi shlakavlovni uryapmiz. Xo'p, kotelimizni ko'rsataman sizlarga. Xo'p, kotelimizni bu tarafga o'rnatdik. Mana. Ustaka hormang. Shukur akam qo'shnim bilan birgalikda kotelxona qilyapmiz. Men passomnik, katta usta. Xo'p, kotelimizga kelsak, mana kotelimizni ko'rib turibsizlar. 30 kilovatli, ya'ni o'sha 300 kvadratga yetadigan, lekin bizda где-то bir 150 kvadratdan oshiq bor, ya'ni 200 kvadrat atrofida deylik joyimizni. Endi buni nimaga bunaqasidan kattasidan oldingiz? Buni ziyoni yo'q ekan, so'radim, kichikroqdan olaymikan desam. O'sha sotganlar aytdi, o'sha rasxodni qilasiz. Rasxod ko'payib ketmaydi, obyemingiz kichkina bo'lib, kotelingiz katta bo'lsa dedi. Xo'p. O'sha xokaga ham, o'tinga ham, ko'mirga ham hammasiga yonaveradigan. Mana ko'rib turibsizlar. Aqlli kotel deydi ekan, o'sha aqlli koteldan faqat bunkerlisi emas, bu tarafda ham o'sha tozalaydigan taraflari. Bir hafta yonaveradi bildim. Yo'q, unaqa aldamaymiz. Ana shu gapga qaranglar do'stlar. Bu video ko'payib ketadi, cho'zilib soat bo'lib ketadi. O'shaning uchun shunisiga ahamiyat berasizlar. Bu videodan srazi chiqaring desalar chiqaramiz. Mana shu kotelda ziyoni foydasi. Masalan, mana shu yerda to'ldirsak, necha kilo oladi, necha soatga yetadi yo necha kunga yetadi, to'liq chiqaraman. Buni men Rishtondan zakaz qilib olib kelgizdirdim. Rishtonlik akalarimizni kotelini sizlar uchun sinab beramiz. Ne to'lqa Rishtonlik, boshqa joyda yasayotganlar ham hammasi shunaqa yasayapti. O'shalar kimdir aytadi, bir kunga 20 kilo solsang anchaga yetadi, 24 soatga yetadi. Yo'q. O'sha narsani bizga 30 kilodan ko'p 40 kilogacha ketishi mumkin. O'zim primerni hisoblayapman. Точный hisoblab taroziga qo'yib, necha kilo ketdi, nima bo'ldi, hammasini sizlarga batafsil qo'yaman. Faqat uy uchun sizlar kommentariyada yozib ketinglar. Qo'ying, nima bo'ldi, nima qo'ydi deb. Videoni oxirigacha kuzatib borasizlar. Kotelimiz necha pulga tushdi, ustalarimiz necha puldan qildi, hamda zapchaslari hamma narsasiga necha pul ketdi, batafsil tushuntiramiz. Buni hozir o'zimiz kotelxona qilyapmizki, o'sha issiqni chiqarib yormasligi uchun asosan hamma turbalarimiz ichkarida yurdi. Xo'p, endi padacha cherdakda ketyapti. Cherdagimiz ham issiq, xudo xolasa unaqa ochiq joyi yo'q, hamma yo'g'i yopiq, tuplit qilib, xudo xolasa chiroyli qilib qilyapti. Uy qilayotganlaringda yoki tupli polni hisobini o'ylar yoki batareyani tokka ishonib qolish kerak emas. Imkon qadar ana shu narsalarning harakatini qilinglar. Biz o'sha narsani xato qilganmizki, boshida shoshganmizmi yo imkon bo'lmaganmi, mablag' bo'lmaganmi yo bir o'ylamaganmizmi, qilmaganmiz. 2 yil ashi pechka qurib yashadik. Yomon emas, yaxshi, lekin xonalarimiz kattaligiga, yosh bolalarimiz borligiga u xona sovuq, bu xona issiq, qiyin. Ham ko'mirda hidini o'zlaring yaxshi bilasizlar. O'shaning uchun sizlarga maslahatim, uy qilayotganlar, qilmoqchi bo'lganlar eng birinchi o'rinda ana shuni hisobini oylar. Ustalarimizni bugun oxirgi kuni, xudo xolasa bugun kotelimizni ishga tushirib, yoqib ko'rsatmoqchi. Hozir esa biz cherdakka, ya'ni tomga chiqdik. O'sha padachani qanaqa liniyalarni olib ketyapti, o'zlaring ko'rib baho beringlar. Ishlariga
umuman gap so'z yo'q. Juda ham zo'r sifatli, eng zo'ri garantiyali qilib beryapti, xudo xolasa. Kimgadir mana shu ustalarimizning xizmatidan foydalanish kerak bo'lsa, bemalol nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Jaloliddin akamiz chiroyli qilib beradi. Mana hozir bu yerda chexolini kiygizdirib, ya'ni mana bu chexoldan kiygizdirib turbaga, o'sha 40 lik turbaga uni reykaga mahkamlab, reykani o'zlari to'qib chiqib, uklonini bir xil qilib, buni ustidan yana utib chiqyapti. Vata bilan ko'rib turibsizlar. Muzlamasligi uchun, xudo xolasa, muzlamaydi degan o'ydamiz. Xo'p, bitta, ikkita mana palachalarimiz o'sha pastga kirgan. Mana bu tarafda o'sha katyolimizga ketgan liniyamiz. Bunisi esa hammomizga. Mana katta ustamiz Jaloliddin aka, xudo xolasa, nomeringizni qo'yib ketamiz aka. Xizmatingizdan foydalanaveradi. Mana hozir juda ham chiroyli qilib erinmasdan o'rab chiqyapti. Mana o'zlaring ko'rib, izolyatsiya bo'lyapti. Mana liniyalari chotki, uklonlari zo'r. Bu oxirgi xonamizga kelib to'xtagan. Hozir endi buni yana bitta o'sha o'rab chiqadi. Mana hozir bitta turbamiz o'sha 40 lik. Katyol qilish endi buni xudo xolasa yoqib, ishlatib, sizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz. Hozir tomdan qutulib pastga tushib katyolni ustunovkasini boshlayapti. Hozircha esa katyolni ustunovkasini ko'ramiz. Katyolimizni mana boshlaganmiz ustunovkasini. Nasib qilsa bugun bitta yoqib ko'rsatamiz, ha? Jaloliddin aka, xudo xolasa. Xudo tinchlikni berib tursa, nasib qilsa keyin do'stlar, o'sha aytib o'tganimdek, videoni bunisi o'sha cho'zilib ketadi. Keyingisida albatta qancha rasxod qilyapti, mana shu yerda taroziga qo'yib, ko'mirni noldan solib, tugaguncha birga kutamiz. Masalan, bir sutkaga 40 kilo qilamiz, 50 kilo qilamiz. Ana shunga javobni xudo xolasa keyingi videomizda topasizlar. Lekin hozir mana shu holatga kelguncha hammasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Katyollarimizni ko'rsatib o'tganmiz, yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. O'sha 30 kilovatli 300 kvadratga yetadigan hozir sirkulyatsionni motorlarini, mana architel baklarini, shularni uстановка qilsa, ha, Jaloliddin aka, xudo xolasa. Asosan shulari qoldi-da endi. Jaloliddin aka, siz O'zbekiston bo'yicha qayerga bo'lsa borib qilib beraverasiz xizmatlar bo'lsa. Faqat narx ozgina o'zgaradi uzoqqa chiqilsa. Endi hozir bizning territoriyada endi o'zi. Shunisiga ham ahamiyat berasizlar, keyin xudo xolasa qilgan ishi garantiyali, ha? Mana men o'zim qilgizdiryapman. Alloh shu paytgacha yuzimiz yorib kelyapti. Javob sizga bersin. Ha, yo'q, albatta, xudo xolasa mana zo'r, menga ma'qul. Bemalol telefon qilib foydalansalaring bo'ladi. Ishonchli mana. Bismillah, xudo xolasa do'stlar. Mana Jaloliddin usta akamiz katyolimizni birinchi yoqishi, ha, xudo xolasa. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin, bularning ham qo'llari dard ko'rmasin. Elda xizmatida aynan qilib katyollarni tushirib yuraversin. Eng qizig'i biz hozir mana shunaqa so'mkada bir so'mka briket tashadik. Bu briketlarimizni stanogini o'zimiz yasab sotamiz. Bilganlar biladi, bilmaganlar uchun nasib qilsa faqat tashi briket bilan ekonom varianti yanada shuni bir yoqib isitmoqchimiz. Mana bunaqasidan ham bor. Buni hozir chiqardik briketini. Svejiy, mana yumshoqligini men bitta ko'rsatay. Mana. Mana. Yumshoq. Unisi esa qattiq. Bunga bir 2-3 oy bo'lgan chiqqaniga ana. Ko'rdingizmi qattiqligini? Xo'p. Endi ma'lumot bering, to'liq aka. Nima intervyu deydimi? Buni hozir cho'tka qilib yoqib oling aka. Ha. Ana shunda keyin ma'lumot beramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Yakat qishlog'ida uстановка bo'ldi. Ustakamiz o'zi Beshariqdan mana bunaqa necha yildan birin aynaqa xizmatlarni qilib yuribdi. Xudo xolasa, kimga aynaqa xizmatlar foydalanish kerak bo'lsa, o'sha akamlarga murojaat qilsalaring, chiroyli qilib ishlaringni bitirib beraveradi.
Bu samoxod bo'ldi. Ha aka? Xudo xolasa UPS ham kerak emas. Yo'q, yo'q. Svet o'chsa ham zakonni hamma yo'g'i o'sha kontrol bo'lgan ishlayveradi. Ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Buni keyingi videoyimizda albatta bundan keyingi videoyimizda chiqishini kutinglar. Rasxodini sinaymiz. O'sha to'ldiramiz necha kilo oladi? Yaxshi anu angren ko'mirdan. Necha soatga yetadi? Xo'p, mana kotelxonamizga yetib keldik. Bitgan holati. Bismillah, o'zingiz chiroyli qilib tushuntiravering endi. Bir boshdan, aka? Oldin aka. Mana ochib ko'rsating aka birinchi. Hozir bu holatida ishlab turgan holati. 10 kilocha soldik, 1 soatdan oshiqyapti hozir. 2 soat bo'ldi. 2 soat bo'ldi demak. Endi mana solgan narsamizni bitta ko'rsating, aka. Mana shu narsani soluvdik, a? 2 kilo bakitchalar soldik. 1 so'mga. Ikkita uchta o'tin ustiga. Endi gradusni ko'rsating aka. Gradus hozir 70 ga tushdi. Aha. O'zi 85 ga chiqib ketdi, datchigimiz ham o'chdi-da. Endi hozir 80 ga chiqdi, 70 ga chiqdi, yana yondi bu. Buni 90 ga qo'yib qo'yganmiz. 90 o'zi nimasi bor ekan, aqlli sistemasi, o'sha 90 ga qo'ydik. 90 ga barobar o'chyapti o'zi. Ha, o'zi avtomatik. Hozir shunda mana bu podacha ketyapti aka. Podacha bu samoxod sistemi podacha ketyapti. Meta barometr, utechka metr, temperaturaniki. Meta shaqildog'imiz bor. O'zini nimasini bosimini chiqarib turadi. Yangi boshlagan buni sistemani yangi suvga to'ldirganingizda ham chetdan chiqaveradi havosi. Ha, havosi. Ha. Zarur tezroq isitsangiz, adamtadan, radiatorlardan, sektorlardan chiqarsangiz ham bo'laveradi, lekin bu asosiy glavniysi mana shu aka. Расширительный bagimiz bu o'zi 30 kilovatli bo'lgani uchun 24 talik расширительный bag Polvon firmanikidan qo'ydik aka. Endi qisqacha obzorimiz mana bu yerdan obrotkamiz qaytib kelgan. 40 lik turboda bu ham sentralimiz, podacha ham obrotka ham 40 lik bo'lgan. Bo'shlig'i bemalollik uchun. Bitta polniy sistemani, kachol sistemasini bir agregatlargacha boradi. Shu suv bilan shu mana shu suv taqsimlaydi mana shu yerdan. Glavniy suvga to'ldirish ham to'ldirish mana shu. Shuni biz Navsaki pajarda sirkulyatsiya nasos qo'yib qo'yganmiz. Hozir ikkinchi skorsda turibdi. Bu ikkinchi skorsda turibdi. Bu umuman qo'ymagan holatida mana o'zingiz gradusini ko'rdingiz endi videoda endi nima hali shu sheylar bilinmaydi-yu. Lekin biz o'zimiz endi olib beramiz videoga. Bag'ani. Bu xolasa. Bitta taslima qilganmiz. Bu kachorimiz orqasiga obrotka kirib ketyapti. Bu polniy sistemani sentralniy obrotka nimasi bu? Achiskasi bu. Chekka shlan to'g'ri. Mavsumga o'tganda achiska qilasiz-ku polniy sistemani. O'shanda mana shundan to'kvorasiz. Endi yaxshi suv tushmaydi. Shuncha shlanlar bir chekkaroqqa to'kvorasiz mana aka. Shu yerda yana bitta narsani obzorini aytib o'tib ketamiz. Mana bu охлаждение vaqtida вообще azbest qo'yiladi, to'g'ri. Qancha baland bo'lsa, shuncha tortish yaxshi bo'ladi. Mana ichini ko'rsatib o'ring aka. Ichi bo'shliqda. Ha, bo'shliq. Bu o'zining diametri 1.30 lik chiqdi mana bu. Endi xuddi shu diametrdan pastiga ham 30 sm. 30 sm qilinsa mana motorimiz ham o'chdi. O'z avtomatik o'chdi. Bunga qilinsa aka охлаждение очистка bo'ladi bu. Mana shu yerda turadi. Bu kondensat uncha yig'ilgan kondensat yig'ilsa aka nam bo'ladi-yu. Namning hisobiga meta ugardaqa ucharmaydi. Qo'ni qo'shningizga anaqa bo'lmaydi-da. Jalova ertadan keyin qo'ni qo'shni bilan izza borib yurmaysiz. Tozalashga ham keyin shu cho'tki bo'ladi. Mana do'stlar. Yig'ilaveradi-da musori. Buni 30 sm degani buni uzunroq qilsa ham bo'laveradi. 30 sm har taraflama yaxshi, tagidan bir boltga kali qilib anaqa qilib qo'yilsa, lukcha qilib qo'yilsa, ochiladi, paqirga sekin olinadi. Tozalab yana qo'yib qo'yiladi. Agarda kondensat bo'lib suv yig'ilmaydigan bo'lsa, o'zingiz 1 litr suv quyib qo'yganingiz manfaatga muvofiq deyiladi. Chunki sababi buni ichidan chiqayotgan quruqlik, ventilatorimizni hisobiga, kullarimizni hisobiga chiqyapti-yu bu yerda. O'shani tepaga uzatib yubormaydi-da, xullas. Havoga mana bu nimani bulg'amaydi, shu yerda o'zida olib qo'yaveradi, namni hisobiga.
O'sha qulayliklari ham bor. Endi biz kotol bizdan bas, biz endi qisqacha obzor qilyapmiz. Kotol sistemasini ham aqlimiz yetgani uchun qisqacha bir odamlarga manfaatimiz tegsa, xursand bo'lardik deb o'sha narsani ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Jaloliddin aka, men mana o'sha boshlaganingizdan ko'rib, o'zim ichida yuribman, billa siz bilan. Xudoga shukr, zo'r, qo'llaring dard ko'rmasin, menga ma'qul. Mingdan ming roziman, sizlar ham rozi bo'linglar. Faqat bizni kuzatayotgan odamlar endi juda ko'pchilik kotol qilmoqchi-da, menga o'xshab. Men ham juda ko'p videolarni ko'rib, o'rganib, hamma joyga borib kelib, oxiri qildim misol. Ma'qul. O'sha ko'rayotgan odamlarga yanada bir aniqroq tushuncha bering, qanaqa kotol olish kerak misol. Kotol endi samoxod qilgani yaxshimi yoki nimali qilgani yaxshimi to'kli, o'shalarni ham dopsvalarni, plus minus taraflarini aytib o'tsangiz, lekin qilayotgan odamga bir yanada foydali bo'ladi-da. Kotol bo'yisida kelikon bo'lsa, kotolga gap yo'q. Kotol juda chiroyli, zo'r kotol. Ishlashi ham zo'r, isitish berish sistemasi bizga ma'qul. Endi rasxoti bizga hali qoladi. Rasxotini o'zingiz qisqacha bir yoqib ko'rib, bir soatiga qancha ketyapti, ularni o'zingiz bir obzor qilib beraverasiz bizda nimalarga, kuzatuvchilarga, Xudo xolasa. Lekin qishloq sharoitiga, mana bu gazdan muammo, tokdan muammo bo'lgan joylarga juda zo'r ekan, qulay ekan. Hozir menga endi bu yerda umuman deyarli svet o'chib qolsa, nima kerak emas-da. Yo'q. Nima deydi? UPS. Yo'q. Masalan, bu ventilatorimizga ketdi deylik. Bu ventilyatordik, ventilyatordik. O'sha narsa gradusga ko'tarib olgan, svet o'chdi deylik. Nima vazifa? Endi qanday buni nima qilib beradi? O'zini yonishi. Svet o'tsa, bu o'zini ichida mana svet borligida mana bu kuchi bilan yongan narsa o'sha o'zini tafti bilan yana yonaveradi. Endi bu svet yongungacha buni gradus misoldan hozir svetlar ham ancha yaxshi-ku, 1 soat, 2 soat o'chmaydi. 1 soat o'chgan taqdirda ham bu ichidagi o'zini zaxirasi bilan issiqligini ushlayveradi. Svetni bu kotolga umuman daxli yo'q. Qachonki kotol polностью o'chadi-yu, polностью o'chib, to'y marakaga yo bir yoqqa ketganingizda o'chirib qo'yib turib, yangilikdan yoqsangiz, bu sovuq holatida yoqqaningizda, bu sizga yordam. Чтобы tezroq isitib berish uchun va bu alang ovozingizni sal kuchaytirish uchun bu yordam. Ana shu narsani to'g'ri aytdi. Lekin svet bizda sistemamizga, bizda qilingan mana bu отопление sistemamizga svet umuman keragi yo'q. Chunki samoxod o'z nomi bilan samoxod, samostoятельно o'zi aylanadi. O'z nomi bilan samoxod. Bu mana shu motorchamiz ham o'sha nimani-ku, sirkulyatsiya. Asli keragi yo'q. Qachonki kerak, tezroq tortib olish uchun maqsadda ozgina qo'shib nima qilib. Bu endi bu narsani qisqacha nimasini tushuntirib berib ketib, buni qo'yganimizning sababi buni ichidagi, kotolni ichidagi rasxotimiz kamayishligi uchun yoqqanimizda. Buni mana hozir o'chirib qo'ysak ham, bizda kotol radiatorlarimiz, har bitta seksiyalarimiz o'zi issiqligini qilib bo'lgan. Ular yo'qotmaydi issiqligini. O'shanga tezroq yetib borib, har bitta radiatorlar bir xil issiqlikda teng taqsimlanish uchun buni qo'ygandik biz. Buni umuman o'zi olib qaraganda bizning sistemaga, biz mana shu uyingizda qilingan sistemaga bu keragi yo'q. Bu keragi yo'q. Lekin kerak toshda og'irligi yo'q dedik-da, qo'yib qo'yardik aka. To'ppa-to'g'ri. Endi bu hozir ochiq holatda bu. Ochiq turibdi. Ochiq holatda bu. Asosan ko'pchilik, ko'p xo'jaliklar haliga ashi tokdan foydalanmaydi deb qiladi-da, masalan, o'sha qulaylik mana shu yerda xudo xolasa bor. Men ham chunki o'sha svet o'chib qolsa, boshqa bo'lsa deb samoxod qilib bering dedim kelganingizda. O'zingiz ham men samoxod qilib beraman dedingiz. Xudo xolasa avvali xudo, lekin garantiya dedingiz. Mana xudo xolasa Allohim shuncha bir yuzimizni yorqib kelyapti, avvalasi Alloh. Alloh tizimi bilan chiroyli chiqdi aka. Telefon nomeringizni aytib o'ting endi. Aka 95lik 120 0301. Butun O'zbekiston bo'ylab mana shu sistema, santexnika sistema, hammom montaj, отопление, topli pol, hammasi. Santexnikaga nima oid bo'lsa, hammasini qilamiz. Buraniya apparatlarimiz bor, atboyliklarimiz bor. Hech qanaqa sarson qilib, aqqa bor, bu yoqqa bor bo'lmaydi bizda. Hammasini o'zimiz do'yib o'qib chiqib ketamiz. Men shuni ham aytib o'tay. Men hali hammomda, kuxnyada, adabada uncha kamchiliklarni ham qilib berib ketdi. Mana bitta sababi o'shani ko'rsatib o'tay. Mana shu turba qayga ketganda o'ylashlaring mumkin. Kuxnyaga ketilgan edi, tashqari edi, qishda muzlar edi, hali o'ralmagan, shuvog'i bo'lmagan edi. Bu tarafdan kelgan edi. Shu narsani yana udobni qildiki, aka sizga mana shu yerdan olib chiqib beraman dedi. Mana osongina olib chiqib berdi. Keyin mana bu shilangimiz ham
hovlidan tortib kelib, bochkaga to'ldirardik tevaga. O'sha narsa ham kerak emas endi dedi. Buningizda optajan shilan kerak emas edi, yig'ishtirib kotelga sovorsak ham bo'laveradi endi. Yo'q, bochkangiz avtomatik o'zini o'zi to'ldiradi dedi. Ya'ni qoplov qo'yilib ham hovlida, ya'ni ko'chani suvini o'sha hammomga olib kirib, chiroyli qilib stanovka qilib berdi. Zo'r, gap yo'q. Mana telefon nomerlarini aytib o'tdi, xizmatlarini ko'rdilaring. Xudo xolasa, kimgadir mayna xizmatlar kerak bo'lsa, o'chirit bilan kutsalaring qilib berilaveradi. Albatta, albatta aka. Ko'z tegmasi mana xudo xolasa yo'q, zo'r. Isitishlari ham xonalarning ichiga endi bizga ayonda, endi videoda ko'rganlarga ayon emas, lekin realni maza qilib qishda issiq yashasa bo'ladi, kotelda qilib. Aka, rahmat. Mehnatlaringizga rozi bo'lasizlar. Ko'z tegmasin, zo'r. Buni sekin olib. Ana endi do'stlar, eng qiziq joyga yetib keldik. Hozir sizlar bilan birgalikda birinma ketin shetga yozib, mana shu kotelimiz bitguncha qancha xarajat qildim, hammasini hisob-kitoblab, necha pulga tushganini birgalikda chiqaramiz hozir. Qani unda boshladik. Birinchisi chiqamiz. Xo'p. 7.570.000 nimamiz bo'ldi? Radiatorimiz 8 tasi. Bu yerda 120 dan 5 dona, 50 likdan 60 likdan bitta, 1 metrlikdan bitta, 2 metrlikdan bitta. Bo'yi esa bari 50 lik. Xo'p. Endi plus kotelimiz 8.300 ga keldi. Endi plus turba, o'sha kran hammasi izolyatsiya bo'lishi, hammasi endi bu yerda o'sha reykalari, azbest turba ichida hammasi bor. 8.5 million bo'ldi. 8.500.000. Endi ustalarimiz, ya'ni usta haqqi 9.400.000 bo'ldi. Plus 9.400.000. Hop. Ana, bu yerda ana ko'rishlaring mumkin. Ko'rinayotgan bo'lsa, jami chiqyapti 33.770.000 xarajat chiqyapti. Endi bundan tashqari men nima desa bo'ladi? O'sha kotelxona qilyapman. Ko'rdilaring, shlakablo bilan tomini yopish, eshigi, steshga quyishim, yo'laklari, hammasi bo'lib. Endi 35 milliondan oshadi. 35 million hisoblaylik. Uncha nimasi o'zimda bor. Mana jami 33.770.000 so'm pul bo'ldi. Mana. Do'stlar, ko'rdilaring, bu yerda hozir chiqarganimiz kotelxonadan tashqari shu holatiga kelguncha bitta xona, ikkita xona, 3 ta, 4 ta va yana koridor, hammom 5-6 ta общий xonamiz. Bu yerda chiqsa, xo'p, qancha 150 kvadrat o'rtacha hisoblik 150 kvadrat yo'q, lekin bu yerda mana bitta 30 kvadrat, bu yerda 20-50, bog'da shu 100 kvadrat ham masakan, endi 100 kvadrat deylik. Ana shu narsaga 100 kvadrat, 150 kvadrat, 150 bilan 100 bilan 150 atrofidagi kvadratga ketgan xarajatimiz jami 33.377.000 so'm xarajat qildik kotelimiz to boshlab bitirguncha. Do'stlar, mana endi mana shu yerga nuqta qo'ydik. Xudo xolasa kotel qilmoqchi bo'lgan do'stlarimiz mana ko'rishlaring mumkin, jami qancha chiqdi. Mana shundan xulosa qilib, o'zlaring chiqarib, bemalol hisob-kitob qilsalaring bo'ladi. Isitishi zo'r, lekin hozir bugun 30-oktyabr sanasida 2025-yilda havo ham yaxshi. Mana hozir tashqarida o'tiribman, hovlida. Bemalol bitta futbolka, yengizin, qalinroq futbolkada o'tirib yozib chizib turibman. Sovuq emas. Mana shu holatda uyimizni isitsak, uje uyda turib bo'lmayapti issiqligida. Endi qishda sovuqda qanaqa isitadi, unisini ham obzor qilamiz. Hozir endi sizlarga aytib o'tganim o'sha mana shu kotelimiz bo'lsa,
Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda bunga katyolimizga mana shu yerga bitta tarozini qo'yamiz. Nasib qilsa. Bitta mana shu yerga paqirda, bitta paqirda bemalol solamizda ko'mirdi. Necha kilo chiqdi? Har bittasini tortib 5 kilomi? Masalan 5 kilo. Soldik. Yana 5 kilo. 5 kilo, 5 kilo общий boring yana 35 kilo yozdik. 35 kiloni solamiz birgalikda. 0 dan bitta yoqamiz. Gradusda o'sha 90 ga qo'yamiz. Soatga qaraymiz. Boring yana ertalabki soat 8 deylik, ertalabki soat 8 o'sha sovuqda bitta yoqamiz. Ana shu 35 kilo ko'mir necha soatga yetadi? Sizlar bilan birgalikda bu narsani albatta keyingi videoyimizda tomosha qilinglar. Kommentariyaga yozib ketinglar, xato, kamchilik bo'lsa yoki qayerdadir nimanidir aytolmay qolgan bo'lsa, xayoldan ko'tarilib esdan chiqqan bo'lsa yoki bir ustalarda aybi bormi yoki menda bormi ayb, kimda qanaqa xato bo'lsa kommentariyada albatta fikrlaringni qoldiringlar. Imkon qadar savollaringga javob berib o'tamiz. Xatolarimiz bo'lsa to'g'rilashga harakat qilamiz. Shu endi keyingi videoyimizda chiqishini albatta kutib qo'yinglar do'stlar. Sizlar uchun tez kunda uni ham to'liq obzor qilamiz. Bu videoyimizga qo'yik desak, chunki bu videoyimizda o'zi juda ham uzun bo'lib ketdi. Kuzatib turgan do'stlarimiz o'zi mana ko'rib turibdi, yaqin yarim soatdan oshiq video bo'lyapti. Shuning uchun keyingi videoda unga ham ancha vaqt ketadi, ko'rsatishga qaror qildik. Biz bilan qolasizlar. Doston Ali kanalini qo'llab-quvvatlab, podpishka qilib, layklarni bosib, bu videoyimizni katyol qilmoqchi bo'lgan do'stlaringga jo'natib, tarqatib qo'yasizlar. Mana shu nimani ko'rib, bemalol xulosa qilib, katyol qilsam bo'lar ekan yoki yo'q, sharoitim hozir bor yoki yo'q, pulim yetadi, yetmaydi yo menga yoqmadi yo yoqdi degan fikrlaringni bemalol kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.